Demak, bizda nima yetmayapti? Qaynotalik ilmi. Ya'ni bugungi 21-asr qaynotasi qanaqa bo'lishi kerak? Qanday fazilatlarga ega bo'lishi kerak? U oilaga ko'rsatayotgan munosabat bilan oila rivojlanyaptimi? Oilani obro'si oshyaptimi? Oiladagi hamma inoqmi? Mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Chunki oilani aqlli odam boshqaradi. Oilani hamma yoqqa tortib ketavermaydi. Hamma yoqqa tortib ketsa oila bo'lmaydi. Parokanda bo'ladi. Keyin bizni ko'plab endi kino ham qaysidir ma'noda bir reklama-ku, to'g'rimi? Nimagadir targ'ib qiladi. Bizni ko'plab o'zbek kinolarida negadir qaynota odatda latta sifatida ko'rsatiladi. Men eng yomon ko'radiganim mana shu erkak kishini latta, qo'ldan ish kelmaydigan, xotiniga gapi o'tmaydigan qilib ko'rsatishlarini juda yomon ko'raman. Bizda mana shu qandaydir bir erkaklarni sindirish, ularni oyoq osti qilish tendensiyasi ketayotganga o'xshaydi-da. Meni g'ashimga tegadi bu narsa. Nimaga? Erkaklar kuchsiz bo'lgan jamiyatni sindirib olish osonroq bo'ladi. Ayollar bilan nima qilamiz? Biz ayollar hissiyotlimiz. Avval hissiyotimizga tayanamiz, avval bir ish qilib qo'yamiz, keyin o'ylaymiz.